Sirmaski har bir siyosiy partiyaning maqsadi o'z atrofiga ko'proq maslakdoshlarni birlashtirish va bu orqali o'z g'oya va maqsadlarini ro'yobga chiqarishdan iboratdir. Chunki bu omillar partiya g'oyalarini keng targ'ib etishga xizmat qiladi. Aynan mana shu jihatlarni chuqur anglagan Adolat sotsial-demokratik partiyasi viloyat kengashi biz innovatsion g'oyalar tarafdorimiz mavzusida aholining faol qatlami hisoblangan yoshlar, tadbirkorlar va hunarmandlar ishtirokidagi navbatdagi seminarida ana shu masala bosh mavzu bo'ldi. Yurtimiz hududida yashayotgan barcha millat va elatlarning umumiy manfaatlariga mos keladigan huquqiy demokratik davlat barpo etish, shuningdek jamiyatda ijtimoiy adolat o'rnatish, inson huquqlari va erkinligini, ma'naviyat va ma'rifat qaror topgan fuqarolik jamiyatini ta'minlash maqsadini ilgari surgan Adolat sotsial-demokratik partiyasining mamlakatimiz siyosiy hayotida o'z o'rni bor. Ayniqsa hayotga innovatsion g'oyalarni tatbiq etayotgan yoshlar, ziyolilar va ilm-fanga yangiliklar kiritayotgan, xullas ixtirochilarni qo'llab-quvvatlayotgan mazkur partiya mavzuga oid seminarlar va anjumanlar o'tkazib kelmoqda. Viloyat axborot kutubxona markazi tashkil etilgan seminarda partiya a'zolari va faollari, o'quvchi yoshlar hamda tadbirkor ayollar ishtiroki kuzatildi. Partiyaning viloyat kengashi tashabbusi bilan uyushtirilgan tadbir biz innovatsion g'oyalar tarafdorimiz deb nomlandi. Unda innovatsion texnologiyalarni hayotga tatbiq etayotgan talaba yoshlar va ziyoli olimlarning ma'ruzasi tinglandi. Haqiqatan ham mana bu yangi kirib kelayotgan yilimizning obod turmush yili deb qabul qilinishi bu nafaqat xalqimiz, faollarimiz uchun, balki mana shu partiyalar uchun ham juda katta voqeadir. Chunki biz mana turmushimiz obod bo'lar ekan, biz innovatsion g'oyalarimizni targ'ib qilamiz. Seminarimizning maqsadi ham ularni bir g'oya, innovatsion g'oya atrofida yig'ishdir. G'oyalarga albatta ilmiy yondashishimiz kerak. Chunki mana ilmiy yondashgandagina biz to'g'ri yo'lni tanlashimiz mumkin. Innovatsion g'oyalar biz turmushimizni yengillashtiriladi, obodonlashtiriladi. Mana hozir prezidentimiz aytganday, obod turmush uchun innovatsion g'oya ham albatta kerak. Biz shuning uchun harakat qilyapmiz, shuni tarafdorimiz. Tadbirda ma'ruzatchilar faol demokratik yangilanishlar jarayonida mamlakat ijtimoiy siyosiy tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun, mohiyati va ahamiyati to'g'risida fikr-mulohazar bildirdilar. Shuningdek, yig'ilish qatnashchilari O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi hududiy tashkilotlarining tashkiliy partiyaviy faoliyati samaradorligini kuchaytirish hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlarining partiya tashkilotlari bilan hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalarini hal qilishdagi hamkorligini yaxshilash borasida ham munozaraga sabab bo'ladigan g'oyalarni muhokama qildilar. Tadbirda partiyaning viloyat kengashi faol a'zolarini o'z elektorati doirasida jamiyatda o'zining ilg'or g'oyalari, zamonaviy innovatsiyalari bilan jamoatchilik e'tiborini tortayotgan talabalar va ziyolilar taqdirlandi. Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni sabab yurtimizda siyosiy partiyalar roli va mas'uliyati yanada oshdi. Kuzatayotganimiz, har bir siyosiy partiya nafaqat saylov oldi, balki kundalik hayotda ham taraqqiyotga xizmat qiluvchi dasturlarni ishlab chiqish hamda ularni ro'yobga chiqarish bo'yicha muayyan sa'y-harakatlarni amalga oshirishga intilmoqda. Tadbirlarda asosiy e'tibor yurtimizda har bir yilga nom berilishi va u asosida qabul qilinayotgan dasturlar mamlakatimizning taraqqiy etishiga xizmat qilishi bilan birga yurtdoshlarimizning farovon hayot kechirishlarida dasturul amal vazifasini o'tayotganligiga qaratildi. Muloqotlarda 2013 yilning obod turmush yili deb atalishi, uning ahamiyatli jihatlari alohida qayd etildi. Ma'lumki, xalqimiz azaldan oilani e'zozlab, uning mustahkamligi uchun doimo kurashib kelgan. Ayniqsa jamiyatning farovon bo'lishida xalq va mahalliy hokimiyat o'rtasida ko'prik vazifasini o'tovchi deputatning mas'uliyatini ijobiy o'rin tutishi e'tirof etilib, turmush obodligi, oila farovonligi yo'lida olib borilayotgan ishlarning ko'lamiga yana bir bor nazar tashlandi. Shuningdek, keksa nogironlar, moddiy yordamga muhtoj aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash, o'z biznesini boshlash arafasida turgan yoshlarga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish, ayollarni, xususan xotin-qizlar bandligini ta'minlash, kasanachilik va oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish orqali ularning iqtisodini yaxshilashga qaratilgan bir qancha istiqbolli takliflar ham o'rganib chiqildi. Albatta bu uchrashuvlar fuqarolarimiz mana shu huquqiy jamiyat qurilishida, mana shu ularning orzu maqsadlarini ro'yob etishda deputatning vakolatlari, uning o'zini burch va vazifasini bajarishi bo'yicha juda katta ahamiyatga ega deb hisoblayman.
Ayniqsa bunda bizning yoshlarimizga, mana prezidentimiz ko'p bor urg'u berib aytilayotgan kelajagimiz vorislari bo'lgan yoshlarga katta foydasi bor deb o'ylayman. Chunki mana kelgusida ular o'zlarining kelajagini ma'lum bir siyosiy qatlamlar, harakatlar bilan bog'laydi albatta. Bizning mana bu yurtimizda mavjud 4 ta siyosiy partiya hamda bitta ekologik harakat a'zolari bo'lsa, ular juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bizni Adolat partiyamizning g'oyalaridan bittasi ham mana sifatli ta'lim tizimi hamda mana bu zamonaviy kadrlarni yaratish. Mana bizning asosiy g'oyalarimizdan bittasi bo'lgan innovatsiyalar, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ularni hayotga joriy qilish mana bugungi auditoriyada ham ko'pchilikni qiziqtirib qoldi deb o'ylayman. Tadbirlar davomida Yangi yilda qishloq infratuzilmasini rivojlantirish, aholining munosib turmushi uchun toza ichimlik suvi, tabiiy gaz ta'minotini yanada yaxshilash bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ishlar ham muhokama qilindi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining Konstitutsiyamizning 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bayram dasturida qilgan ma'ruzalari xususida fikrlar eshitilib, yurtimizdagi tinch va totuv hayot, barcha sohalarda qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar haqida tadbir ishtirokchilarining fikrlari ham tinglandi. Ularga Konstitutsiyamizga kiritilgan ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar, yangi qonunlar, xususan tezkor qidiruv to'g'risidagi yangi qonun hamda saylov to'g'risidagi qonunning yanada takomillashtirilganligi, ularning hayotimizda tutgan ahamiyati xususida ham ma'lumot berildi. Savol-javob asnosida o'tgan tadbirlar yakunida fikr-mulohazalar tinglanib, bu borada tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.